Yo'l taraddudini ko'ringlar. Otlinamiz 4 kunlik suv oziq-ovqat olinglar. Men yurtim uchun o'zimni qurbon qilmoqchiman. O'lim oldi oyog'imga tiz cho'ktirdim. Endi menga rohat yashagandan shirin o'lim lazzatliroq. Aziz bolajonlar, animatsion filmlar qanday ishlab chiqarilishi haqida bilasizmi? Multfilmlar rejissyori Abdulatif Haydarov sizga bu haqida so'zlab beradi. Animatsion film ishlab chiqarish misol uchun umuman murakkab jarayon bo'ladi, tushuntirib berishga harakat qilaman. Biroq multfilm ishlab chiqarishdan avval g'oyadan keyin ssenariy. Misol uchun bitta multfilm ssenariysi mana shunday taxminan shunaqa ko'rinishda yozilgandan keyin hamma o'qiydi va hamma o'zicha tasavvur qiladi. Keyin ishni boshlaymiz. Unda bir 10 dan ortiq yo'nalishlari bor, ya'ni bosqichlari deylik. Ssenariydan keyin mana qahramonlar yozilgan. Har biri rassom avvalambor uni rasmlarini chizadi. Hozir mana misol uchun monitorda ko'rsatishga harakat qilaman. Bu monitorga qaraydigan bo'lsak, mana hozir Xorazmiyni otasi deyapti. Endi o'rta yoshli odam sifatida chizilgan va Al-Xorazmiyning har xil ko'rinishlari. Hattoki kiyimlarini ham har xil turlarini chizib ko'ramiz. Bu yerda yozilgan qahramonlar har biri alohida chizib chiqilgandan keyin mana shu yozilgan voqea bo'ladi ssenariyda. O'sha ssenariyni chizma ko'rinishi oddiy, uni qog'ozda ham chizish mumkin yoki kompyuterda yoki grafik planshetlar bor, chizish mumkin. Holatlarini chizyapti yoki juda anaqa bo'lsa, mana bu yerga so'z bilan yozib qo'yishimiz mumkin. Bu shunaqa deyapti, mana bu yerda boryapti, mana bu yerda qurilish bo'lyapti, misol uchun. Bu hali shunchaki xomaki versiyasida. Keyin mana voqealar aniq bo'lgandan keyin bular ham suhbatlashadi-da. Ya'ni mana bu yerda dialoglar ketyapti. Mana shu yerdagi mutaxassislar ovoz beradi. Ovozlarda shunchaki aktyor emas, professional aktyor bo'lish shart emas. Biz shunchaki yozib olganimizdan keyin biz keyingi bosqichga o'tamiz, ya'ni voqea bo'ladigan joylar bo'ladi. Mana misol uchun aytayapti, bu yerda voqeada yozyapti-da. Qurilish maydoni, bu yerda gumbaz yasamoqchi, graduslar qayerdan kelgan, shu rasmga qarab ham qisman tushunsa bo'ladi. Keyin 3 o'lchamli modelga aylanyapti. Boyagi rasm ko'rinishi, mana oldi, yoni har xil ko'rinishda mana skrinshotlar. Taxminan shunaqa tasvirda ko'rinib turibdiki, yuzini mana boshqaruvchilar, ya'ni kontroller deymiz. O'sha harakatga keltiruvchi uskunalari-da, mana qoshiniki, ko'ziniki yoki mana bu yuz atrofi, mana labiniki. Mana bittasini hozir harakatlantirib ko'ramiz. Mana og'zini ushlaymiz va mana ko'ringlar, mana shunaqa ochiladi. Yuryapti, mana bu uni qo'llar burilyapti, nimadirlar bo'lyapti. Hamma ishlar mana shu grafik editor bilan birga bog'liq. Mana misol uchun bundoq qildi emas, sal kamroq pastga tushmasin yoki bundoq bo'lsin deb tugasin desak, mana misol ko'tarib qo'yadi o'sha joyda. Ssenariyda oddiy suhbatlar ketyapti. O'sha suhbatlar alohida yozib olinadi-da, aktyor tomonidan, ya'ni videoda nima deyotgan bo'lsa, aktyor o'sha obrazga kirib shuni misol uchun gapirib beradi. Ya'ni rol o'ynaydi, ovoz beradi. Mana shunday qilib, siz sevib tomosha qiladigan multfilmlar dunyoga keladi. Ko'proq milliy animatsion filmlar ishlashga e'tibor qaratamiz. Oxirgi yillarda shu tarix bilan bog'liq animatsion filmlardan Buyuk Ipak yo'li sarguzashtlari, ya'ni 4 qismdan iborat va eng katta yana bir loyihalarimizdan shu buyuk bobolarning bolaligi, ya'ni 10 ta ajdodimizning bolaligi. Ya'ni unda eng mashhur taniqli ajdodlarimizdan Al-Xorazmiy bor, Ibn Sino, Mahmud Qashqari, Kamoliddin Behzod, Alisher Navoiylar bor, Bobur Mirzo bor. Umuman har birini shu bolaligi haqida bir animatsion film ishladik. Muhammad, tur o'g'lim. Tura qol tez-tez. Qani, kiyimlaringni to'g'rilab ol. Milliy animatsion filmlarni baribir ko'rgan o'zbek farzandi ajdodlarimiz avval qanday yashagan, tarixda qanday hodisalar bo'lgan va tariximiz haqida ma'lumotlarga ega bo'ladi va foydali bo'ladi deb filmlar ustida harakat bo'lyapti, ishlanyapti. Tayyor bo'lganda albatta yangi filmlarimizni ham tomoshabinlar o'z bahosini beradi degan umiddamiz.